mijozlar, Xalqbankiga xush kelibsizlar. Hozirgi kunda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha hokim yordamchisi orqali 17,5% kreditlarimiz bor. Shu hokim yordamchisi orqali ikkinchi sektor tomonidan olishlaringiz mumkin Xalqbankidan. Bundan tashqari, oilaviy tadbirkorlikdan kredit olib yaxshi yopgan mijozlar uchun ikkinchi bosqichiga 50 million so'mgacha mahalla loyihasi inklyuziv banking kreditimiz bor. Ayol tadbirkorlar uchun 24% yillik, 3 yil muddatga, erkaklar uchun 25%. Bundan tashqari yana ayol tadbirkorlarimiz uchun 100 milliongacha hech qanday garovlarsiz kreditimiz mavjud. Hamroh 18 yillik 18% kreditimiz mavjud. Shulardan foydalanishingiz mumkin bemalol. Savollar bo'lsa, murojaat qilasizlar. Xalqbankiga juda yo'l savollar.